O'sha bolaga tegasan dedimmi? Tegasan. Hadi. Gap tamam. Chiq endi, futbolim boshlandi. Alo, Qattasiz. futbol keldim hozir. Yururing shunaqa futbol o'ynab. Manadan boshqasiga beraveryaptilar. Tez kelib gaplashing. Hozir boraman bo'ldi. Bolalar 1 soatda kelaman, bo'pti. Ulurmagan, qandilar hozir kirib gaplashaman. Oshxonadalar. Nima maqta? Forma trenirovkadan kelyapman. Yoping buni. Jinskiga olay kurtkayni. Adam real fanatilar jinimiz barsa haqida gapirib o'tirmang. Umrimda yana bana yediysan. Oy, real yana yutqizibdi. Hozir jim hozir. Hey, qabul olsa ket. Ket, bunga yurgan klub kelyapti. Ket, jonga tegding. Uf, qabul olsa jonimga tegding. So'ng seni yuvib bordingmi? Vaqtimizga kurtib olar ekan. 80 bozni ko'lda qutqaryapti, bori. Uf, ular umrimda yana bana yediysan. Assalomu alaykum, kirsam bo'ladimi? Sen kimsan endi? Kir. Nima kelding? Biz qizingiz bilan bir-birimizni yaxshi ko'ramiz. Uyat bo'lsa ham aytaman, qizingizni menga bering. Qachonali? Uyimiz sovuqlik qilyaptimi, toy bola? Yo, issiq ekan. Kutgan yechimda. Hozir tushuntirib beraman sizga. Hey, iplos. Ha, dagularga o'xshamaylar. Senga beradigan qizim yo'q. To'xtayni. Barsachi bo'lsam nima qilibdi? Mana shu bitta futbol qizingiz baxtidan ustunmi? Menga ishoning, qizingizni baxtli qilaman. To'g'ri aytasan. Birollaringni yaxshi ko'rsalaring, men nima ham deyman, roziman. Rahmat Begzod aka. Nima kiyvolding bu formani o'zi? Futboldan kelyotgandim. Kakros alamdan chiqqich o'ylamoqchiman. Joy bormi menga ham? Bor joy, yuring xolasiz. Ha, boraman. Men kiyimlar yig'ishtirib boraman. Xo'p bo'ladi. Hey, yalangaya, lakasa tashab qo'y. Cho'ta qolib ketdimi? Begzod aka, kelib qoldingizmi? Yo'q, kutib qolmadingizmi? Ya mana qurimayapti-da, shortigimni quritib olay. Mana so'mkalar, soqollar, kiyimlar hamma narsa tayyor. Men shortig vaqt o'lyapti-da, mana shortig jonga tegdi, men shortinglar, qurimayapti.